Kuchning siri butunlay boshqa joyda. Ko'pchilik changyutgich kuchli bo'lishi uchun albatta 2000 watt bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Aslida esa 2000 watt bu faqat sarflanadigan energiya, ya'ni elektr iste'moli. Bizning 1400 wattli changyutgichimiz esa quyidagilar bilan ajralib turadi. 255 watt tortish quvvati bilan gilam ichidagi eng mayda changlarni ham oson tortib oladi. Ko'p watt emas, to'g'ri tuzilgan motor va havo oqimi tizimi tufayli yuqori wattli modellar bilan bir xil darajada samarali. HEPA filtri havodagi 99.97% zarrachalarni ushlab, uy havosini toza saqlaydi. 2 litrli chang xalta tez to'lib qolmaydi. Oilangiz uchun qulay. 82 desibel, tortishi kuchli, lekin uyda shovqin bo'lmaydi. Kam quvvat, kam elektr sarfi, tejamkorlikni ta'minlaydi. Uy tozalashda haqiqiy farqni his qilmoqchimisiz? Premier 2520 changyutgichi aynan siz uchun. Premier hamyonbop texnika.